bir kalima o'qiydigan farzand bergin deb so'ramang. Ko'p yig'ilida yuraman, quloqimga kiradi. Ayollar duo qilasizlar-da, bir kalima Qur'on o'qiydigan farzand bersin. Nimaga 30 porani so'ramaysiz? So'rang, Alloh beraman deb turibdi inshaalloh. Orqamdan 30 pora Qur'onni xatm qilib jo'natadigan zurriyot bergin Alloh. Bir parcha hovli bersin deb so'raydi ayollar. Bir parcha emas, daryodek vatan bersin. Mo'minlar yayrasin, ibodat qilsin, qadr kechalari bo'lsin, azon yangraydigan, yaxshilar mehmon bo'ladigan vatanlardan bergin deb so'rash kerak ekan. Xudoyim taolo katta so'rasak, katta ato etishi va'dasi bor ekan inshaalloh. Makkaning imomi Abdurrahmon Sudaysiyga ko'plab saralashlardan keyin Makka tilloning imomi bo'lish baxti berilgan ekan. Shunda hamma so'rayotganmish, saralashga juda ko'p qorilar qatnashdi. Lekin siz g'alaba qozondingiz. Bugun mana Makka tilloning imomi bo'lib turibsiz. Sababi nima? Ilmingiz zo'rmi? Yoki Xudoning yo'lida bir narsani nazar qiluvmidingiz? Yoki Xudoga qarangki, o'tkazgan bir chiroyli ibodatingiz bormidi deb so'ralganda, Abdurrahmon Sudays ko'zlarini yumib, ikkita yuzlaridan yosh yumalab turib aytgan ekanlar: "Onajonim, boshlarimga dashnom to'lganda, sho'xliklarim dunyoni to'ldirib, qo'ni qo'shnidan dakki kelganda, ikki yelkasini siqib, hammadan uzr so'rab, meni shu darajaga keltirgan onajonim, har azob yetgandan keyin ko'zida yosh bilan qo'lini ochib, ey Abdurahmon, shuncha yetkazgan istamingga bolam, Makkaga imom bo'lmasang asti rozi emasman deb aytardilar. Allohga hamd bo'lsin. Bugun mendan zo'r ilmlilar turgan bo'lsa ham, onajonim duosi xayri bilan men Makka tilloga imom bo'ldim deb javob bergan ekanlar. Shuning uchun ey onalar, so'raganda siz gumon qilsangiz, boshqalar qanday gumon qilmasin? Bolangizni chaqirib olsa ovqat pishgan. Makkaning imomi taomingiz tayyor bo'ldi deb qo'ying. Har doim shunaqa chaqiring. Biri bo'lmasa, birini qabul qilsa ajab emas Alloh. Qiz bolani chaqirib ol. Chaqirayotganda chaqirish bor. Ey mo'minlarning onasi, qorilarning onasi, uyg'oning deb chaqirish kerak ekan. Xudoning qudrati bilan payg'ambarim alayhisalom bir joydan o'tib ketyapsalar, bir ayol bolasini qarg'ab turganmish. To'xtabdilar-da, irilmasdan oldiga borib aytibdilar: "Ey ayol," debdilar. "Sen aytgancha bo'lsa, sen aytgandek bolang shu narsalarga giriftor bo'lsa, so'yinasanmi?" debdilar. Haligi ayol yoqasini ushlabdi-da, "Tavba" deb gapiri. "Tavba qildim ya payg'ambar alayhisalom, jonimdan o'tkazib yuborsa shunaqa duvaraman" deganlarda, "Joningdan o'tib ketsa bir so'zni o'zingga odat qil" debdilar. Nimani deb so'ragan ekanlar? "Burning yerga tekkur" deb aytgan. Bolangni burni yerga tegsa sajda qiladi debdilar. O'tib ketibdilar. Haligi ayol shundan keyin shuni odat qilibdi, qachon bolasi javratsa, vujudi qarangki to'lqinlanib ketsa, ha burning yerga tekkur deb aytadigan odat qilibdi. Bir vaqtda bularimiz juda dono bo'lishardi-da. "Hay o'yinga bug'doy to'lgur, meni aytganimni qilmabsan-ku" deb aytilardi. Ha? Va yerdan kesak olib ukalarimizga otardilar. Buvim, bolalar endi sho'x bo'lardi, meni quloqimda qolgan. O'g'il bolaga qarab aytardilar: "Ha, urug'ingdan ko'paygina" derdilar. O'g'il bola urug'idan ko'paysa, serfarzand, ser davlat bo'ladi. Shuning uchun bizlarni so'rayotgan narsamiz, ey aziz ayollar, joningiz og'rib turganda ham, "Ha Alloh ikkita ko'zingga hayo bersin" deb qo'ying. Ertasi kuni kelib, "Onajon kechiring. Kecha tutoqib turuvdim, yuzingizga eshik yopdim. Ko'chaga chiqib afsus qildim. Mushtiparim, Ka'batullohim, dilingni og'ritgan bo'lsam kechir meni" deb kelib qolsa, yana inshaalloh ro'shnoligi o'zimizga bo'lar ekan. Anunda bo'g'irsangiz bo'lib ketaveradi, lekin iymonini so'rasangiz, u iymonga inshaalloh duchor bo'ladi. Payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilar. Payg'ambarlar 124 mingta bo'lgan. Hammasini duosi qabul bo'lgandek, badduosi ham qabul bo'lgan dedilar. Nuh alayhisalomdek payg'ambarlar qavmi to'ydirib yorganda duoibat qilganlarida yer yuziga suv toshqinidek balo kelibdi. Lut alayhisalom, Solih alayhisalomlar qavmidan to'yib ketganda osmondan harsang tosh yog'ib, chinqiriqli shamol bilan odamlarning eti uzilib, qarangki ofatga duchor bo'libdi. Payg'ambarim Muhammad alayhisalommi chakkalariga tosh tegib, chakkalaridan issiq qon oqqanda Jabroil alayhisalom kelib aytgan ekanlar: "Allohning arshi titrayapti. Sizni yuzingizdan qon oqizganlarni duoibat qilar ekansiz yo Muhammad alayhisalom. Alloh Toif shahrini yerga yuttirib yurar ekan" dedilar.
Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ko'zda yosh, qonab turgan yuz bilan bitta narsani aytdilar. Ey do'stim Jibroil alayhisalom, men dunyoga odamlarni qarg'ash uchun emas, men dunyoga odamlarni duoyi xayr qilish uchun yaraldim dedilar. Qaysi ummatim mendan bo'lsa birovni qarg'amaydi dedilar. Mana biza ummati Muhammadmiz inshaalloh desak, birovni qarg'ash bizaga qarangki durust emas ekan. Sarvari koinot alayhi salatu vassalom Toif shahriga iymon so'radilar, otalariga qo'nmadi-yu, qarangki bolalariga qo'nib, kelajakda mana shu bolalar tobiinlardan, aziz avliyolardan bo'lib dunyodan o'tdi. Demak, aziz ayollar, payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qilyaptilar. Tavba surasining 60-oyatida Alloh va'da berdi. So'rang, men qabul qilaman dedi. Alloh yolg'on gapirmaydi. Alloh haq va'dani beradi. Qabul qilaman deb Robbim buyurdimi, ana endi uni inshaalloh qabuliga ishonish kerak ekan. Xudoning qudrati bilan payg'ambarimiz alayhisalomning davrlarida bir ajoyib voqea sodir bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida Madinada hovli bo'lib berildi. Bir sahoba yigit hovli xarid qilsa, qoziq qoqib yon devor qo'shnisi Yahudi jugit kampir bo'lib tushib qoldi. Haligi jugit kampir 9 ta o'g'li bor ekan. Qarab tursaki, sahoba erkegiga, musulmon erkegiga 3 ta bolasi bilan ham shuncha hovli, bu ayolga 9 ta bolasi bilan ham bir xil hovli bo'lib berildi. Haligi ayol hasad qildi. Yahudi hasad qildi-da, odamlarni aqlidan ketsin, unutsin, bir chiroyli tadbir qilaman deb shu hovlini o'zimga o'zlashtiraman dedi. Oradan vaqtlar o'tdi. Odamlar kimni hovlisi kimniki ekanligini qoziq tortilgan yerdan aniqlamaydigan vaqt kelganda, etagini boshiga yopib ayol hammani chaqirib shu hovli uniki ekanligini, sahoba o'zlashtirib olganini tuhmat qilib atrofga jar soldi. Sahoba har qancha urinmasin, ko'zda yosh bilan harakat qilmasin, qoziq qoqilgan yer unikiligini isbotlab bera olmadi. Va oxiri kuchi qolmagandan keyin haligi ayolga qarab aytdi: "Ey ayol, bugun peshonamda halol bo'lib turgan narsani senga qo'yib ketyapman. Lekin shu hovli senga buyurmasin" dedi. Shu hovli tez kunda senga qabriston vazifasini o'tasin dedi. Haligi sahoba ketdi. Qoziqlar aylantirilib, ikkita hovlini bitta qilib jamlab, ayol gul aylantirib hujra solib, 9 ta o'g'liga imorat bitib berdi. Tez kunda xotinning ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Devorni paypaslab yuradigan ayolni ro'zg'orda qiynalayotganini ko'rib, o'g'illari hovlidan quduq qazib berdi. Haligi quduqqa chelak tashab, sug'urib olib, ro'zg'orda unnaydigan odat chiqardi bu ayol. Lekin ming afsuski, yaqin orada ayolning qo'lidan, belidan quvvat ketib, chelakni tortaman deb boshi bilan og'ib quduqqa tushib ketdi. Ayolni kullab qidirishdi. Ayolni haftalab qidirishdi. Ayol hech qayerdan topilmadi. Vallohning marhamati bilan tez kunda hovlidan badbo'y hid tarqala boshladi. Beliga arqon bog'lab, qo'lida shamchiroq bilan o'g'illaridan biri quduqqa tushib, ne ko'z bilan ko'rsinki, ayol suvni yuzida hishib yotganini ko'rdi. Qaytib chiqib, og'a-inilariga aytgan bitta gapi bo'ldi. Endi xohlasak ham onamiz suvdan ko'tarib ola olmaymiz dedi. Hammalari qo'llariga bittadan harsang tosh olib, quduq og'zini to'ldirishdi. Ayolni tosh bo'ron qilib, o'sha hovliga dafn qilishdi. Haligi erkakni aytgan qarangki duoibati o'z natijasini topib, ayolga shu hovli hech qancha kunlarda rohat bilan yashashga buyurmadi. Shuning uchun bir vaqtda ota-bobomiz aytardilarki, oqlig'i haqqi bilan bolam yerri haqqi og'ir bo'ladi. Yerri haqqidan ehtiyot bo'linglar degan gaplar bo'lardi. Bir qoziq qoqayotgan otalar ko'chaga emas, ichkariga mendan ketsa ketsin, birovning haqqi yuqmasin deb turib, qozig'i avvalgilar Xudodan qo'rqib ichkariroqga qoqardi. Hozir ko'chalar bilan o'rab olinadi. Sal kechroq kelsin, qo'shnilarnikiga qarab tortiladi. Bir qarich yoqqa o'tib ketadi, bir qarich bu yoqqa o'tib ketadi. Ko'chalar bilan qo'shiladi va ko'chada odamlarning o'tadigan yo'lagi qolmaydi. Men yaxshilab qarab turib aytaman. Ta'ziyaxonaga borib fotoqa o'qib kelaman desangiz, oynani tegidan yuradigan yo'laklar bo'lardi bizning yoshligimizda. Onalarimiz yetaklab bog'chalardan qaytib kelishardi. Yo'laklar yo'q, o'rab olingan hamma yoq. Ta'ziyaxonaga borsangiz, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, erkakni oldidan katta ko'chadan o'tishga majbursiz. Mana shu narsalar qiyomatning alomati ekan. Payg'ambarim alayhisalom qiyomatga kelib odamlar duoibatdan va yerri haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib ketadi degan ekanlar. Eng yomoni bu yerri haqqi qabrdan toraytirib tortib olinar ekan shu odam qabrga qo'yilganda.
Faraz qiling, qabrda yotibdi lahatda. Yer siqilib kelib o'ng qovurg'asi yotgan insonni chap qovurg'aga qarsillab singib ketar ekan. U kirar ekan qabrda yotgan mayit, Alloh qaysi gunohim uchun deyilganda, yer yuzida musulmonning yeriga bir qarich hovlisiga qilgan tajovuzingdan bugun lahatdan urib qoldik deb Alloh amr qilar ekan. Demak, inshaalloh yerni haqqi qabrda bizni tutmasligi uchun mana shu narsadan duo ibatidan ehtiyot bo'lishlikka buyurilgan ekanmiz. Onalarni, otalarni duosi bolalarga o'tgandek, Payg'ambarim alayhisalom bolalarni ota-onani duo qilishga o'rgating dedilar. Qur'oni Karimda Alloh Robbirhamhuma kama robbayani sag'ira deb aytgan deyapti bizga. Bir parcha go'shligimda menga rahim qilgandek, ona otamga rahim qilgin Xudo deb yalingin menga deyapti Alloh. Ota-onasini duo qilmagan farzand jaynamozdan quruq turib ketsa, xoh ota-ona tirik bo'lsin, xoh o'tgan bo'lsin, farzandning nomi badbaxtlar ro'yxatiga yozib qo'yilar ekan. Shuning uchun albatta har bir farzand ota-onani duo qilishi shart ekan. Ko'chaga ketgan erkakni ayoli duo qilsin. Qizlarga mushtay yoshidan Arabistonda voqea yodlatiladi. Voqea Badavlatlarning surasi. Voqeani yodlab, erkatidan duo qilgan ayol 2 hissa baraka bilan oladi inshaalloh bugungi rizqini. O'zini navbatida erkaklar ayolini duo qilsin dedilar. Xizmatiga, tug'ib berayotgan bolasiga, ona otasi va uning urug'iga qilayotgan xizmatiga duo qilmasa ekan, erkakning duosi ham qabul bo'lishi dargumon ekan. To'g'ri, hamma erkak ham yuz-yuzga qarab, boringga shukr, ming rahmat qoyillatding deya olmaydi. Lekin hattoki xufiya ichida Alloh ayolimni panohingda saqla, baxtimga omon qil, dardiga shifo bergin deb 2 og'iz ichida namozda qilgan duosi ham o'zini duosi qabul bo'lishiga zamin bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom har sahar turib, Allohim Hadijamga jannatni ato etgin deb yig'lar ekanlar. Hamma xotinlari ko'rar ekan, u hech narsa deyish olmas ekan, lekin Oysha onam g'ashlari kelib aytvorar ekanlar. Alloh sizga undan ham yoshini berdi ya Rasululloh. Alloh sizga undan ham go'zalini berdi ya Payg'ambar alayhisalom. Nega hadib shu qari xotiningizni eslayverasiz deganlarida ko'zlariga qizil qon yugurib ketib, vujudlari titrab ketib bitta so'z aytibdilar. Ey Oysha, qo'lingizdan kelsa Hadijamga o'xshagan xotin bo'ling deb chiqib ketgan ekanlar. Bu gap Oysha onamga juda qattiq botib, hali Hadijadek bo'lolmayman dey. Bu ayolning darajasiga yetish hali dushvor ekan deydigan so'z bilan qaytib og'izlarini u ayol haqida ochmagan ekanlar. Demak, inshaalloh Payg'ambarimiz alayhisalom sunnatlari bilan erkaklar ham ayollarini duo qilishga amr qilinadilar. Hech ham duo qilmaydigan bandasidan Alloh nafratlanar ekan. Alloh dard beryapti, mushkul beryapti, hali palonchixonga boradi, boshiga ish tushsa, hali pistonchixonning eshigini taqillatadi, lekin jaynamozni yozib 2 rakat namozda Allohim sen eshiklarni ochsang ochiladi. Sen rahim qilsang rahim ko'raman. Sen oson qilsang mushkulim oson bo'ladi demagan bandasidan Alloh nafrat qilar ekan. Shuning uchun nima ish tushsa payg'ambarim 2 rakat namoz bilan Xudoga yolvorar ekanlar. Bizaga ham Allohga duo qilish buyurildi.